Salom o'rtoqlar. Bugun sizlarni просто shok tushirib qo'yadigan 4 ta layfhakka biz hayotda ishidimi yo'qmi, shuni tekshirib ko'ramiz. Bu eksperimentimizda eng muhim layfhaklardan biri bu kartoshka orqali telefonni quvvatlantirsa bo'ladimi? Yutqizlarni mashqarishdan yeydi, xomligicha. Bu videoda biz shu va boshqa savollarga javob topamiz. Boshlaylik. O'rtoqlar, bu vyupuskimizda sizlar bilan kichik o'ynamoqchiman. Ya'ni, men bu videoda necha marta shok so'zini ishlatgan bo'lsam, sizlar video davomida hammasini sanab boringlar va video oxirida kommentariy yozib qoldiringlar. Va kommentariyda kim to'g'ri javob yozib qoldirsa, men o'shalardan 5 ta emas, 10 ta emas, 20 tasini tanlab olib, ularni keyingi videolarimda ko'rsataman. Xullas, bilasizlar, men har doim menakli insonlarni doim rag'batlantirib kelganman. Shuning uchun bemalol qatnashsanglar bo'ladi. Menimcha hammanglar o'yinimizda qonishsin shundaylar va video davom etadi. Sanash esdan chiqmasin. Omonxon, YouTube'da sizni ko'rganmiz, har xil tashannoq joylarga aroqlarni qidirib borasiz. Lekin sharpalar ko'rish joni qiymas ekan. Shunchaki 5 yilgani olasiz va kallangizga kiysangiz bo'ldi. Bunday yon tarafga qarasangiz, hamma sharpalar sizni ko'rinar ekan. Nima? Hozir buni sinab ko'ramiz. Nima qilish kerak shunda? Bishilkani olib, boshga qo'yamiz. Va bu yoqqa qarash kerak. Lifehack meni to'g'risini sal qo'rqitdi. Bilasizlar, men tashqarida morgga ham kirganman. O'rmon o'rtasida morg. Seriozdan olib qaraganda, bu eski morg. O'lgan odam chiqib qolsa ham anaqa qilish kerak emas-da. Sharpli yutormaydi bu odammi? Va o'sha, masalan, men mana bundoq kelgandan keyin bunday libo yon tarafga qarasa, odam ko'ziga sharpara ko'rinar ekan. Men hozir tekshirib ko'rmoqchiman. Chunki hamma lifehacklar ham rostalik sindirib qo'ydim buni. Oting, ha. Bu kallam yezg'ilab qo'yadi. Meni ko'zimdan sharpali yoki boshqa narsani ko'rinmadi. Qarochi, bundan qaraganingizdan keyin boshingiz aylanadi, ko'z oldi qorong'ilashadi va nimadirlar ko'ringandek bo'ladi. Balkim ruhlar olamiga o'tib qolgandir. Hurmatli folbirlar, agarda siz ruhlar olamiga o'tamayotgan bo'lsanglar, menga o'rninglar. Men просто tak 5 yilkan kalalik qizim bilan o'tkazib qo'yaman. Lekin seriyozno, boshim og'rib qoldi. Seriyozno. Hammanglar. Xullas, bu lifehackga biz yetib qo'yamiz, chunki ozgina bo'lsa ham o'xshadi. Va keyingisiga o'tamiz. Assalomu alaykum. Banan bormi? Bor. Faqat menga yashil kerak. Bormi? Shunaqasi ham bo'ladi. Yashil banan qanaqa bo'lishini bilmaysizmi? Ha? Qaranglar, sizlar ham qanaqa bo'lishini bilmasanglar, mana bu videoni ko'ringlar. Bu lifehack ko'rgandan keyin menda savol paydo bo'ldi. O'zi вообще-то Sprite oq. Lekin qanaqasi banan yashil bo'lib qoldi. Shuni tekshirib ko'ramiz. Bizga kerak bo'ladi banan. Montaj qudratini qara. Sprite. Kuchli montaj bo'lib ketdim уже. Oskar bersa. I love you. Va shprist. Bunisini montaj qilmasdan qo'yaman. Ko'rsam bittagina Sprite bananga qo'shish bu men uchun zerkarli tuyuldi. Va men nafaqat Sprite, balkim Cola va Fantani ham bananga qo'shib ko'rib, balkim unda ham rang o'zgarar yoki o'zgarmas. Shuni tekshirib ko'rmoqchiman. Cola, Fanta, Sprite. Bana buni o'rtalaridan bering, bananlarni bering. Xullas, shprist. Bu hozir ko'zimga ketadi ona qilgan paytim. Shprist. Eslatib o'taman. Qoraqalpog'istondagi Tashanda shaharchadagi bu puskimizga o'z hissangizni qo'shish uchun hoziroq opisiyaniyada qoldirilgan kartalarga istalgan summani donat qilishingiz mumkin. O'ylaymanki, O'zbekistonda ham masshtabli proyektlarni qo'llab-quvvatlashadi. Ko'p. Yaxshi. So'z bo'laman. Xo'sh, olamiz. Dashuncha. Ha. Yine içine de bu. Yenga deydi-ku. O'tan chiqibdi, bu qo'shilgan siqatdan bo'lasiz. Mas bo'lib qolsam. Banan kasal bo'lib qopti. Yesijo, sizlarni ham uylarda bananinglar kasal bo'lib qolgan bo'lsa, meni chaqiringlar. Men bitta qo'l bilan
qop-qora bananni yap-yashil yoki olovring yoki qizil tusga kiritib qo'yamiz. Ya, davay, ichiga. O. Ya zloy doktor. O'rtoqlar, birinchi bananam tayyor. Mana, xullas, buni yumshoq bo'lib qoldi. Sprite qo'shilgan, mana qo'yib qo'ydim. Xullas, endi Fantani gala. Mana. Eshitishim bo'yicha bu banan sariq kasal ishlatdi. Demak, biz buni sariq suv bilan davolaymiz. Eng qiziq qarang, bu qanaqadir sariqqa sariq qo'shilsa sariq bo'lib qolmaydi. Bu qanaqa olaveringni, bu sariqmasa, ha? Ana, aqlli banan bo'lmas emas. Hamma yer o'rtaga mana nomigan ozgina qo'shib qo'yamiz. Что pastgacha mavjudga yetib bo'lmagan bo'lsa mana. Mana bo'ldi. To'g'risini aytsam, mana shu kolani shu bananning ichiga qo'ygandan keyin banan ichi qora bo'lib qoladi deb o'ylayman. Yana bilmadim. Xullas, tekshirib ko'ramiz. O'rtoqlar, qaranglar, hozir men yana bitta narsani tekshirib ko'rmoqchi edim. Qaranglar. YouTube'da yangi обновление bo'pti, ya'ni menga obuna bo'lmagan bo'lib qopti. Qani tekshirib ko'ring-chi? Obuna bo'ldingizmi? Rahmat, men bo'lar ekan-ku. Agarda mana shu Lifehack o'xshasa, men просто shok tushib qolaman. Seriously, tasavvur qiling, qanaqa bu trash. Qora banan biznesini yo'lga qo'yiraman men. qorabanan.com avval bizda, keyin boshqalarda. Fuy, yana yorilib ketdi. Mana yaxshi ko'radigan shu akkauntga like podpiska bo'lsangiz, Yumshoqligini ko'rasiz. Xullas, bunisi ham bo'ldi. Aytgancha o'rtoqlar, Lifehackdagi videoga e'tibor berib qarasanglar, o'tda ham salgin yorilib ketgan. No, baribir rangi yashil bo'lgan, to'g'rimi? To'g'ri deylar. O'rtoqlar, mana uchalasini ham ichiga polniy mashina napitkalarni qo'ydik va rovno 24 soatdan keyin bularning rangi o'zgaradimi yo'qmi, buni tekshirib ko'ramiz. Bu bananlarning 24 soatdan keyin rangi o'zgargani yoki o'zgarmaganini bilish xohlasanglar, men buni videosini Telegram kanalimga joylashtirdim. Hoziroq Atbisanadagi Telegram kanalim silkasi ustiga bosing va Telegram kanalimdan videoni bemalol ko'rishingiz mumkin. Aytgancha, menimcha hammaga qiziq, shuning uchun tezroq Telegram kanalimga o'tinglar va unga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Biz davom etamiz. Bizga kerak bo'lgan narsalar kosa, ichiga pomidor soldik va zumli pastani ham. Qo'limda qo'riya? Ha? Jikanchi bo'lmaydimi? Yo'q. Normalmi? Boshqa anaqa ket. Hozir polin pomidor bo'ylab zumli pastani bundoq surib chiqamiz. Xo'sh. Restoramdagi antresiz Restoramdagi anti-stress kalani qolsa, prosta qo'shgan bo'ladi. Ana. Mana mamma holiga kelgandan keyin videoda ko'rdik. Shuni qo'yishdi va biz ham uni hozir 24 soatga ustini yopib qo'yamiz. I love you. Endi buni xuddi rolton damlagandek ustini bunday yopib qo'yamiz. Va buni 24 soatdan keyin ochib ko'ramiz. Xullas, vaqt ketdi. Avval buni olib qo'yib bir chekkaga yetib qaraysiz. Hatto tursan hech kim emas yana. O'rtoqlar, men hozir zumli pasta surtilgan pomidorimizni 24 soat bemalol dam olib o'sha g'alati narsaga aylanish uchun 24 soatga hech kim tegmaydigan joyga qo'yib qo'ydim va nima bo'lishini ko'ramiz. Aytgancha bizda montaj boshlovchidan 24 soat 4 sekund o'tib ketadi. Ishonmaysizlarmi? 3, 2, 1. O'rtoqlar, rovno 24 soat o'tdi va hozir biz buni ochib ko'ramiz. 3, 2, 1. No, hozir ushlab ko'ring, balkim. Yo'q. O'rbitda o'tkir hidi. Mana, normal, katta. Yo'q, mana pomidor. Mana shuncha vaqtim bekorga o'tib ketdi. Yetmaganiga mana sasiq hit. O'rtoqlar, men bu Lifehackga 0 qo'yaman. Qamayli, davom etamiz. O'rtoqlar, xuddi shu masalaga aytib o'tishim kerak, что ko'pchilik aka qachon Mortdagi bekim ochib bo'ladi deb so'rashyapti. O'rtoqlar, men Mortdagi bekim ochani shoshilib, bunaqaki yemagan qilib qo'yishdan to'g'ridan juda qattiq qo'rqaman, chunki hozir kerak bo'lsa millionlab insonlar kutyapti va men bu insonlarga kachsasiz va qanaqadir g'alati narsani aytib berishga haqqim yo'q. Va xudo xolasa, sizlar uchun biz hali O'zbekistonda qilmagan proyektlarni birinchi o'qib qilib beramiz. Qut bermayman. Telefon zargasi o'chib qoldi. Aka, anaqa powerbankingiz yo'qmi? Ma?
Nima bu? Forma. Kartoshka-yu bu. Mamlaka ko'radingmi? Odamlar просто kartochkadan telefonni zaryadkasini to'ldiradi. Ох, снова те американцы. В этом видео, представляете, он поливает картошку кока-колой, вставляет зарядник в картошку и телефон заряжается. Ну, больной. Bu lifehack ishlashiga men umuman ishonmayman. Qattiq ko'ryapsizlar. Kartoshkadan batarga zaryadka qo'yganini. No, bu 100% ishlamaydi. Ya ishlashi mumkin. Spor o'ynaysizmi? Давай. Yutqizgandan boshqa kartoshkani yeydi, xomligicha. Seriozmi? Серьезно. Datto uspayda o'ynaymisiz? Keling, o'tiring. Xullas, короче-da. Hozir короче deb bo'ladi. Mana shu tiqib, telefon zarb ketdi. Mana iPhone. Mana. Hozir ish bo'lmadi. Mana ushlab turing. Hozir kartoshka yeyishingizni isbotlaymiz. Bo'ldimi? Bashnaqa bo'ldimi? Endi buni tiqsam bo'ldimi? Hozir yonga kerak endi. Zarb ko'rsalik bo'yicha shu qilishardi. Avariy. Endi mana shu ko'lga aralashgan kartoshkani yeysiz. Yerga ham turish kerak. Ya g'ayr qo'ysiz. Bitta emas, bitta. Men ko'rgan videolarda ikkita edi. Quvvat bermayman. Uyurimiz yonishiga? Ha? Bittasi komment yozdi-da, akam uncha ko'p like so'raysiz deb. Like bosmagan ekan, so'rayman, like bosinglar topga chiqaylik. Yo'madi. Endi mana shu ikkalasini yeysiz. Bular kamlik qotdi-da. O'rtoqlar, mayli. Shuni tekshirib ko'rdik, mayli. Shu oxirgisini ham tekshirib ko'ramiz. Aytgancha, o'rtoqlar, qaranglar, xuddi shu payt eslatib o'tishim kerak. Biz yaqinda Qoraqalpog'istondagi Tashandiq shaharchaga boramiz. Agarda siz bu masshtabli proyektimizga o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, hozirroq aytib sanay tushing, o'ta biz karta raqam qoldirganmiz. O'zingiz istagan summani donat qiling. Qarang, lekin hammanglar bitta shans beringlar, mayli, xato qilib qo'ydilar. To'g'ri, yo, omida adashgan ekanman, siz meni kartoshkani yemaysiz. Ya oldin tiqib ko'ringlar. Dato ishini oxirigacha turasiz. Da. O'rtoqlar, sami intrigantniy va shokovый moment. Demak, bizning shuncha vaqtimiz просто tak ketdi. Lekin mayli, shuncha vaqt degan yarasha bir mazza qilib mashkart mana aynan men mashkart tashkan deysiz. Shuni shizmi? Art bering. Artamiz-a? Artami shunday ishlangan. Mana Qanday to'g'risi bu? Ye. Siz bu narsadan xafa bo'lmaysiz, to'g'rimi? Ya, o'zim mana. O'zingizda Ha. Kingsaroqqa kartoshka o'rib to'g'ridan olib yuravering. Kameradan ko'zingizni qismaysiz. Siz direktor siz ichida o'tirgan promis tushunsiz. Bo'ldi, kamera muhoziraga olsa, ket kamera ko'zingizni kameradan. Kulmang, kulsin. Kameraga qarang, kameraga. Yutingizgacha. Yuting, qarang. Yeyish bilmay chaynatasiz. Qarang-chi, kartoshkadan tok chiqadi deb gar qilasa, lekin oxirida kartoshka yeb o'tirasan. Shunaqa mazza qolma. Xullas, mana shu bilan bu lifehack o'z yakuniga yetdi. Bu lifehackga biz 0 qo'yamiz. Agarda sizlarga adrenalinga boy video kerak bo'lsa, men sizlarga o'zimni Tashandiq binoga bitta o'zim kirganim va u yerda oyog'im sinishiga salgina qolgan videoni tavsiya qilmoqchiman. Agarda ko'rmagan bo'lsangiz, mana shu turibdi. Shu bilan video o'z yakuniga yetdi. Men sizga maslahat bergan videoni hozirroq ko'ring. Chunki bu video adrenalinga juda ham boy. Men siz uchun harakatdaman. Siz uchun ham. Ciao.